Assalomu alaykum, kanalim a'zolari, mehmonlari, yigitlar, qizlar mani tomosha qilayotgan. Xo'p, bugungi mavzuyimiz ish bilan bog'liq, ish yo'llarida finansiy holatingiz bilan bog'liq. Bu kunlarda nimalar kutyapti sizni? Ish yo'llari bilan bog'liq nimalar kutyapti bugungi kunlikda? Ish, pul bilan bog'liq vaziyatni ko'ramiz. Birinchi variant ish yo'llari, pul yo'llari. Ikkinchi variant ish yo'llari, pul yo'llarida nimalar kutyapti? Shaxsiy murojaat uchun, shaxsiy rasklad uchun, shaxsiy o'chirim uchun videosidagi raqamlarga Telegram, WhatsApp orqali murojaat qilishingiz mumkin. Demak, birini o'zingizga, birini qaysidir yaqin insoningiz uchun tanlashingiz mumkin variantlarni, yoki birinchisini o'zingiz основной qanaqadir tanlovingiz, ikkinchi kartani esa qo'shimcha sifatida tanlashingiz mumkin bir mavzu bo'yicha. Demak, ish yo'llarida nimalar kutyapti? Ish yo'llarida yangi planlarni o'ylab turgan bo'lsangiz, plan, o'y-xayollar kelajakka mana shunaqa holatda turgan bo'lsangiz, mana shu narsani ko'rsatyapti. Nimalar kutyapti bugungi kunlikda ish yo'llarida? Ish yo'llaringizda sizni qaysidir maqsadingizga yetish bo'yicha, yo siz biznes ochmoqchisiz, kattaroq biznes ochmoqchisiz, yoki nimadir qilmoqchisiz, qayergadir bormoqchisiz, nimadir qilish bilan bog'liq, yo joyingizni o'zgartirmoqchisiz, yoki biznes bilan bog'liq nimanidir kengaytirmoqchisiz, yoki qo'shimcha ishda ishlamoqchisiz. Mana shu vaziyat bilan bog'liq siz qaysidir niyatingizga yetasiz. Eng katta orzuyingizga yetasiz va bu orzuyingizga yetishda kimdir yordam beradi sizga. Nimalar kutyapti ish, pul yo'llarida? Bu bilan bog'liq, ya'ni bu narsa bilan bog'liq siz oilangizga ishonib qolmasligingizni tavsiya qilaman. Oilangiz bilan bog'liq qandaydir yordam, podдержка, nimagadir umuman oila bilan bog'liq moddiy holatga ishonib qolmasligingizni tavsiya qilaman. Sizni qilayotgan mehnatingiz, donolarcha qaror qabul qilishingiz sizga katta yordam beradi oilangizga qaraganda. Oiladan nimanidir kutib, qaysidir vaziyatni o'tkazib yubormaysiz. Sizni mehnatingiz va donolarcha qaror qabul qilishingiz, o'tmishdagi tajribalaringizdan xulosa chiqarib qaror qabul qilishingiz sizga ko'proq yordam beradi. Xo'p, nimalar kutyapti ish yo'llari, pul yo'llarida? Qandaydir hamkorlik bilan bog'liq uchrashuv bo'lishi mumkin. Qayergadir borasiz yoki tez-tez qandaydir qayergadir borish, kelish, yo'l bilan bog'liq uchrashuvlar bo'lishi mumkin. Va bu narsa sizni qaysidir og'ir holatdan olib chiqishga qaratilgan, ya'ni qaysidir vaziyatni, og'ir vaziyatni bosib o'tishga qaratilgan uchrashuv bo'lishi mumkin. Kunlikda va siz tan olinasiz. Sizga, ya'ni kimdir qo'lida ishlaydigan inson bo'lsangiz, mana shu inson tarafidan tan olinasiz. Sizga ayyorlik, g'irromlik qilganlar jazosini oladi. Kimdir, qaysidir sherigingiz, partneringiz sizga nisbatan ayyorlik, g'irromlik qilgan bo'lsa yoki nohaqlik qilingan bo'lsa sizga nisbatan, mana shu inson o'zini jazosini oladi va siz tan olinasiz. Umuman olganda, yoki sizga qandaydir imkoniyat beradigan inson tarafidan tan olinasiz va sizga nohaqlik qilgan inson bu yerda o'z yuzini ko'rsatadi. Balkim bu yerda siz yoshi katta qandaydir erkak tarafidan ayyorlik, g'irromlikka uchrashingiz mumkin. Ya'ni siz sherigingiz, sizga sheriklik qilayotgan yoshi katta inson, oilali yoki qandaydir insonlar ustidan buyruq beradigan yoshdagi yoki yoshi sizdan kattaroq inson bo'ladigan bo'lsa, mana shu inson bilan hamkorlikda ishlayotgan bo'lsangiz, ehtiyot bo'lishingizni tavsiya qilaman. Bu inson tarafidan sizga qandaydir nohaqlik qilinishi mumkin. Siz ustingizdan g'olib chiqish uchun, ya'ni boshqalar tan olish uchun sizga nohaqlik qilishi mumkin. Ya'ni mehnatni siz qilasizda,
boshqalar esa bu insonni maqtaydi. Ya'ni harakatni siz qilgansiz, mehnatni siz qilgansiz, natijani esa bu yoshi katta inson ko'radi. Mana shunaqa vaziyat bo'lishi mumkin. Ehtiyot bo'ling. Ish yo'llarida nimalar kutyapti? Ish yo'llaringizda kimdir bu yerda sizga fol ochirgan, sehr qilishga harakat qilgan vaziyatlar turibdi. Chunki ishingiz bilan bog'liq sizga ichi kuyayotgan qandaydir ayol bor. Bu ayol sovuqqon, aql bilan ish ko'radigan, keskin fikrli, his-tuyg'uga berilmaydigan mana shunaqa keskin ayol. Mana shu ayol tarafidan sizni finansiy holatingiz, ishdagi holatingiz bilan bog'liq qandaydir sehr qilingan yoki fol ochirilgan holatda turibdi. Sizni pul yo'llaringiz, ish yo'llaringizga fol ochirgan bu inson. Sizni balkim boshqa ishga o'tib ketishingiz uchun qilingan bo'lishi mumkin. Balkim siz o'zingizni bu ishda ko'rsata olmasdan boshqa bir tarafga ketishingiz uchun qilingan ish bo'lishi mumkin. Ya'ni sizni boshqa narsa bilan ovora qilib qo'yish uchun qilingan narsa bo'lishi mumkin. Ya'ni siz bilmaysiz, hayolingiz, xayollaringiz, fikrlaringiz tuman holatida his qilasiz va real hayotga qandaydir o'zingizni trezvi ko'z bilan qaramaysiz. Qisqa qilib aytadigan bo'lsam, balkim ichkilikka berilib qolishingiz mumkin. Mana shu narsaga ehtiyot bo'ling. Agar ichkilik bilan bog'liq vaziyat bo'ladigan bo'lsa, sizda ehtiyot bo'ling. Bu sizni ishdan ketishingiz bilan bog'liq tuzoq bo'lishi mumkin. Agar sizda bunday holat bo'lmaydigan bo'lsa, sizni real hayotga qaraganda xayollariga ko'proq berilib, ishonib qolib, yutqazib qo'yish imkoniyati bo'lishi mumkin. Ya'ni dushmanlaringiz tarafdan sehr qilinib, sizni qaysidir xayollarga berilib, qaysidir imkoniyatni boy berishingiz mumkinligini ko'rsatyapti kartalar. Mani vazifam ogohlantirib qo'yish, qanday qaror qilish va qanday harakat qilish sizga bog'liq. Demak, ikkinchi variant. Ikkinchi variant ish yo'llarida nimalar kutyapti? Business lady chiqyapti bu yerda. Business lady. Biznes bilan shug'ullanadigan ayol bo'ladigan bo'lsangiz, sizni hozirgi ishdagi holatingizni o'zgartirib yuboradigan qandaydir vaziyat bo'ladi. Bu vaziyatni yo boshlig'ingiz yoki eringiz, turmush o'rtog'ingiz yoki boshlig'ingiz bilan bog'liq qandaydir vaziyat bo'ladi. Xo'p, nima bo'ladi ish yo'llarida? Balkim sizni finansiy holatingizni o'zgartirib yuboradigan uchrashuv bo'lishi mumkin. Yoshi katta erkak yoki qandaydir biznes egasi bo'lishi mumkin. Buyruq, ya'ni qo'lida ishlaydigan ishchilari bor va ish beradigan inson bu inson. Mana shu inson bilan uchrashuv bo'lishi mumkin siz bilan, yoki sizni kimdir uchrashtirib qo'yishi mumkin. Sizga yordami tegadigan qandaydir siz bilan teng yoki sizdan yoshroq bo'lgan bola, erkak, yigit tarafidan qandaydir uchrashuv uyushtirilishi mumkin. Mana shu inson yordamida bu yerda er-xotin yoki partnyor, teng huquqli partnyorlar bilan uchrashasiz ishingiz bilan bog'liq. Va bu ish bilan bog'liq uchrashuvni siz bilan teng yoki sizdan yoshroq bo'lgan yigit sizga yordam beradi amalga oshirishda. Nimalar kutyapti finansiy holatingizda, ish yo'llarida? Agar sizni ish yo'llaringizda juda ham tushkunlik, ruhiy tarafdan juda ham yomon holatda bo'ladigan bo'lsangiz yoki bu uchrashuvdan keyin yomon holatga tushib qoladigan bo'lsangiz, sizga maslahatim stressga, depressiyaga tushishga shoshilmang, chunki bu sizga yangi bir imkoniyatni ochib beradigan uchrashuv bo'ladi. Bu uchrashuv nima bilan tugashidan qat'iy nazar sizga yangi bir finansiy tarafdan yangi bir imkoniyat berilishiga sabab bo'ladi bu uchrashuv.
Xo'p, nimalar kutyapti? Balkim bu siz kutgan natijaga erishmaganingiz va sizni qandaydir holatga tushirib qo'yishi, stressli holatga tushirib qo'yishi, sizni hayotingizga yangi bir vaziyatni kirib kelishiga, sizga yoqadigan qandaydir imkoniyat berilishiga olib kelishi mumkin. Ya'ni bir eshik yopilsa, ikkinchisi ochilishi mumkinligi haqida, yangilik kirib kelishi mumkinligi haqida aytyapti karta. Bu yerda norozi bo'lishingiz, norozi holatdaligingiz sizni imkoniyatlarni ko'ra olmaslikka olib keladi. Imkoniyatlarni ko'ra olmaslik sizni kimdir sotqinlik qildi menga, kimdir mani ishonchimni oqlay olmadi degan judayam og'ir holatlarni boshdan o'tkazishingiz mumkin. Lekin bu tushkunlik sizni imkoniyatdan cheklab qo'yishi mumkin. Mana shu imkoniyatingizdan cheklanib qolmasligi uchun tushkunlikka tushmang. Har qanday vaziyatdan yaxshilik qidiring, chunki bu vaziyatlarni ortida sizni imkoniyatingiz yashirilgan. Ya'ni bu siz ko'rgan vaziyat aslida siz ko'rganingiz kabi emas bo'lishi mumkin. Haqiqat umuman boshqacha bo'lishi mumkin. Qandaydir gaplarga quloq solib, kimnidir gapiga quloq solib, tez agressiyaga berilib, vaziyatdan xulosa chiqarmasligingizni tavsiya qilaman. Va sizni xursand qiladigan vaziyat bor. Ya'ni bu sizni xafa qiladigan vaziyatni ortida aslida boshqa bir vaziyat yashirin turibdi. Doim bu tangani ikkinchi tarafiga qarashingizni tavsiya qilaman. Ya'ni bir narsani ko'rib xulosa chiqarmang. Bu yerda aytyaptiki, gap so'zlarga, agressiyaga berilib, gap so'zlardan, g'iybatlardan yoki kimnidir gapi uchun bu yerda xulosa chiqarish yaramaydi. Chunki vaziyat, haqiqiy holat umuman boshqa narsa bo'lib chiqadi keyinchalik. Ya'ni haqiqatni bilganingizdan keyin siz bilasiz plyusdaligingizni. Ishingiz bilan bog'liq sizni xursand qiladigan, ko'nglingizni to'ldiradigan vaziyat bo'ladi. Qachonki siz g'iybatlarga, gap so'zlarga e'tibor bermaganingizda, agressiyaga berilmasdan har qanday holatni ortida sizni manfaatingiz yashirilganligini ko'ra olganingizda, adolatli bo'la olganingizda siz juda ham yaxshi natijaga erishasiz. Ish bilan bog'liq. Endi hamma har xil ishda ishlaydi. Siz o'zingiz vaziyatingizga gaplarimni solishtirib ko'rib, analiz qilib xulosa chiqarishingizni tavsiya qilaman. Nima bo'lgan taqdirda ham, har qanday holatda ham siz uchun xayrli bo'lgan vaziyat yashirin bo'ladi. Bu vaziyatni qo'ldan boy bermaslik uchun maslahatlarimga amal qilishingizni tavsiya qilgan bo'lardim. Keyingi videoda ko'rishguncha.